Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulilloh. Amma ba'd. Yana bir bor assalomu alaykum ustozlar. Ismim Muhammad Olim Muhammad Siddiqov. O'zbekiston musulmonlar idorasi muftiy hazratlarining o'rinbosariman. Fan doktor, professor. Qolaversa O'zbekiston musulmonlar idorasidagi ta'lim va ilmiy tadqiqot bo'limini boshlig'iman. Respublika bo'yicha aynan shu diniy masalalar bo'yicha boshqaramiz, albatta muftiy rahbarligida. Endi albatta mana Amerikaga tashrif paytimizda ko'p shtatlarda bo'ldik, asosiy muammolar bilan tanishdik. Endi bu yerda eng katta muammolardan biri o'sha farzand tarbiyasida ancha muncha muammolar. Chunki men o'zim ham 10 yilga yaqin Misrda ishlaganman, yashaganman, musofirchilikda ko'rganmiz. Xuddi sizlarni boshinglardan o'tayotgan masalalar ularda ham bor. Endi ular farqi u yerda arab mamlakati, arab muhiti bo'lgani uchun albatta islom, musulmonchilik masalasida yechim bor. Endi chunki u yerda masjid bor, masjid maktablari ham diniy maktablar. Endi bu yerdagida albatta o'ziga yarasha muammolar bor ekan. Endi albatta hammamizning orzuyimiz, xohishimiz Allohning roziligini topish, o'sha jannatga kirib, o'sha do'zaxdan panoh berishini, do'zaxga tushmaslikni xohlaymiz. Hammamizni oldimizdagi o'sha zimmamizdagi mas'uliyatlar bor-da. Masalan, inson vafot etgandan keyin izamatal inson deydi, inson vafot etsa hamma amal to'xtaydi-da. Endi masalan, har bir odam ba'zilarda borda, farzandimga zo'r sharoit qilib beraman, chunki qariganimda bolam meni nima qiladi deydi, qo'llab-quvvatlaydi yoki ertaga farzandlari yaxshi yashasin degan tushuncha bor. Ko'p odamlar aytadi. Bu asosiy maqsad baribir oxirat haqida ketyapti-da. O'sha vafot etgandan keyin to qiyomatgacha, qiyomatda albatta o'sha savob yetib borishligi, inson vafot etgandan keyin ham ruhlar olami degan tushunchalar bor. Albatta inson vafot etgandan keyin uni orqasidan savoblar borib turar ekanda. Muhammad sollallohu alayhi vasallamning hadislarida bittasi sadaqa joriya deydi. Yana bittasida yaxshi shogird chiqarsa, albatta eng asosiysi yaxshi farzand tarbiyalasa, orqasidan duo qiladigan farzandni qoldirsa, inshaalloh o'sha katta ishlardan biri. Yana uni ichiga yana qo'shimchasi bor, kim masjid qurishda xizmat qilsa, bir joylarga suv chiqarsa, quduq qazisa, yo'llar ta'mirlab, masalan asfalt qilib, insoniyatga, xalq foydasi tegadigan ishlarni qilib, biz o'zbekchilikda bor, otangga rahmat, baraka top, shuni qildi, mana hamma xursand deganning o'zi duoda shu. Mana shuni o'zidan o'sha ruhiyatiga yetib boradi. Hatto o'sha Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayra hadislarida ham bor, o'sha qabrlarda ruhlarda ham darajotlari bo'lar ekanda. Ne darajasi ko'tarilsa, ey Allohim, nimaga darajam ko'tarilyapti? Farzanding seni haqqingga duo qilyapti degan ma'noda. Yoki falonchi sadaqa joriya qilavering, odamlar seni haqqingga duo qilyapti degan ma'noda. Shuning uchun farzandimizdan ko'p narsani kutishimiz. Ya'ni eng kamida Qur'onda duo bor, Robbirhamhuma kama robbayani saghira. Ey Allohim, shu meni yoshligimdan tarbiya qilgan ota-onamni rahmat qilgin deb kamida shu duoni qiladigan farzand tarbiyalashimiz kerak-da. Mana shu o'zimiz ham duo qilamiz-ku, bobolarim 7 avlod mo'min musulmonlar hammasiga duo qilamiz. Albatta o'zimizni farzandimizdan shunaqa bo'lib turadigan bo'lsa, har namozida, har kunida mana shu ota-onamni rahmat qilgin deb duo qilsa, alhamdulillah biz ham yo'lda oxiratdagi darajatlarimiz ham bir baland bo'lar ekan. Shuning uchun mana shu Ramazon kuni ligini mana o'ziga xosligi, mana shu o'sha qadr kechasi haqida gap ketyapti. Ya'ni ko'p ulamolar aytadiki, bu oyda o'sha 1000 degan raqam bekorga keltirilmadi. Har bir qilinayotgan zikr, har bir qilinayotgan yaxshi ishlar 1000 baravar bo'laveradi. Shuning uchun bu oyda masalan Allohdan rahmat so'rab, marhamat so'rab, istig'for so'rab duo qilsak, nima bo'lar ekan? Juda ham bir yaxshi amallar bo'lar ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yoniga kelib sahobalar savol bergan ekan, ya Rasululloh, mana hayotli chog'larida ota-onamning rosa duolarini oldim, xizmatlarini qildim. Endi vafot etdilar. Vafot etganlaridan keyin ham menda haqlari bormi? Endi albatta haqlari bor. Birinchisi ularni rahmat so'rab. Rahmat so'rash, ikkinchisi mag'firat so'rash. Rahmat so'rash degani, ey Allohim, nima deysiz? Alloh ota-onamni rahmat qilgan. Ya'ni rahmat qilgani o'sha martabalarini baland qilgan. Jannatul firdavslarda bo'lsin, jannatul ma'va, jannatul naimlarda, ya'ni yotgan joylari eng yaxshi jannat, eng zo'rida bo'lsin. Ruhlar ichida ham, boshqa joylarda ham
eng yaxshi bo'lsin qabr azobi, boshqa masalalar so'rab Allohdan rahmat so'rash kerak. Endi mag'firat degani shu o'tib ketgan ota-onamni bilib bilmay qilgan gunohlari bo'lsa, kechirgin, avf etgin deb duo qilish masalalari. Mana shu kunlarda o'sha duoni qilsak, Xudo xolasa yaxshi bo'lar ekan. Ya'ni chunki mana ko'pchilik bilan gaplashyapmiz. Biz masalan dinni shu yerga tanidik. Ota-onamiz ibodatda bo'lmagan. Ularning haqqiga nima qilishim kerak? Albatta duo qilish kerak. Ota-onam mana shunaqa davrda o'tdi. Alloh ularni qilgan gunohlarini o'zing mag'firat qilgin degan ma'noda shu duolarni qilib so'rasak, Alloh taolo inshaalloh qabul qilar. Ya'ni bizga mana shu Ramazon oyini Alloh taolo juda katta mukofot qilib. Chunki mana Qur'oni Karimda oldingi ummatlarga ham ro'zani farz qildik deyapti-ku mana Alloh taolo. Lekin bizga ro'zani farz qilib, yana bizga haligi jekpotga o'xshagan narsa berdi-da. Ya'ni qadr kechasini bekitib qo'ydi. Jekpot degani bizda ham ko'p ishlatiladi. Katta mukofotda. Dangasa emas, 83 yil 3 oy bo'ladigan savobni bir kechada Alloh taolo berish. Yoki bo'lmasa mana qilinayotgan har bir amalimizni mingtadan savob. Yana sizni bizimiz bahona qilmasligimiz Alloh taolo jannatning eshiklarini hammasini ochib, jahannamning eshiklarini yopib, shu kofir jinlar hammasini kishallab, ya'ni bahona qilib, bunday bo'lib qoldim, deyolmaydigan sharoitda hamma sharoitlarni qilib, Allohning rahmati, mag'firati yog'iladigan paytda ko'proq ibodatlarni qilib mahkam bo'lishimiz kerak. Endi shuning uchun undan tashqari mana silay rahim degan tushuncha, ya'ni musofirchilik yurishlar kamida yana o'sha Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarining davomida ota-onangni, ya'ni qarindoshlari bilan, o'rtoqlari bilan aloqani uzmagin, davom ettirishlik. Masalan, ota vafot etdi, ona vafot etdi, lekin qarindoshlari bor yoki do'stlari bor, ulfatlari bor. Mana shular bilan ham doimiy aloqani qilib turishlik ham yani bizni o'sha otani bizdagi haqlaridan biri, hatto vafot etib ketsa ham. Va yana keyingi haqlaridan bittasi otani va'dasi bo'lsa, bu dunyoda shu qilish kerak bo'lgan, qilmoqchi bo'lgan ishlarini oxiriga yetkazib qo'yishlik ham o'sha farzandni otasini oldidagi burchlaridan biri ekan. Albatta mana shu narsaga amal qilib, Ramazon oyi yana 2 kun qoldi. Men nima uchun aytyapman? Mana Indianapolisda ham xatmda bo'ldim. Xatmni ertasiga bomdodga bo'lsak 3 kishi o'qidiydi. Bo'ldi, xatm tugadi, Ramazon tugadi degan tushunchada. Endi u yerda to'g'ri Pokistonliklarning nimasi ekan, 2-3 o'zbek bor ekan. Kirib o'qidi, ertasiga bomdodga turib borsa, ya'ni demoqchimanki, oxirigacha mahkam turib, mana bugun ham ertaga oxirgi kun ham Allohdan tavba tazarru qilib, yana ko'proq o'sha duo qilsak inshaalloh. Chunki mana Alloh taolo mana o'zimiz ham farzandimiz kelib erkalab, "Adajon, bizga mana olib bering" desa, ilmu ketamiz-ku, berib ketamiz-ku, olib bergimiz kelib ketadi-yu. Xuddi shunga o'xshab Alloh taolo ham qani bandam so'raydim-ku deyapti. Dedi, qani so'raydim ekan. Bu yaxshi narsa. Lekin qani ud'uni astajib lakum, mendan so'ragin, men beraman. Endi o'sha berishini ham Alloh taolo masalan shuncha so'radimu, nima uchun bermadikin demasligimiz kerak ekan. Sababi Alloh taolo o'sha narsani bersam bizga yaxshilik yoki yomonlik bo'lishligini Alloh o'zi bilguvchi-da. Balki undan yaxshisini afzalini qilib berar ekan. Yoki bo'lmasa o'sha so'raganimizni oxiratga Alloh taolo zaxira qilib qo'yishi mumkin ekan. Yoki boshqa yaxshi narsa bilan almashtirib qo'yilishi kerak ekan. Men albatta bu so'rashda ham, duoda ham o'ziga yarasha talablari bor-da. O'sha iymonda bo'lishligimiz, e'tiqodda bo'lishligimiz, taqvoda bo'lishimiz, halol luqma masalalari va aynan o'sha duo qiladigan payti bor. Hatto Payg'ambar alayhisolam hadislari bor. Har kechada bitta soat borki, duolar inshaalloh ijobat bo'ladi. Chunki bandani oldingi qilgan gunohlari ham, o'sha gunohlarni ham kechiradi. Bu soat har kuni qaytariladi degan hadislari bor. Shuning uchun ko'p musofirchilik yurasizlar, yo'lda yurasizlar. Mana shu duolarda qilinsa inshaalloh mustajobda. Shuning uchun mana shu narsalar bo'yicha endi ayrim holatlarda ajrim holatlari ham bor ekan. Bir-biridan chiqishmaslik, ozgina muammolar, ayollar o'rtasidagi masalalar. Endi bu yerda baribir to'g'ri erkak kishi ayol ustidan
ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa deymiz. Lekin baribir ayol kishi o'zini haq-huquqlari bor, erkak kishining haq-huquqlari bor. Ayniqsa Amerika jamiyatida ancha boshqacharoq, ozgina tanbeh berib, ozgina bir tarbiyaga chaqiraman desangiz, bu boshqacha nima qilish mumkin. Yana umuman olganda yana bir narsa Alisher aka, mana bir nechta 10 ta shtatga bordim. Mana shu Amerika jamiyatida ham 3 ta qizini qori qilib, o'g'lini qori qilganlarni ko'rdim, guvohi bo'ldim. Oddiy trakchi yoki bir kompyuterchi. Ya'ni demoqchiman, mana shu Amerika sharoitida ham, Amerika jamiyatida ham o'sha narsani amalga oshirsa bo'lar ekan. Mana bizdan keyin oldin kelgan imomlardan ham savol berganda Misrga yuboring, Iordaniyaga yuborib o'qiting degan fikrlar bo'lganda, men unaqa fikr bildirmagan bo'lardim. Balki mana shu joyda yaxshi yashab, yaxshi sharoit qilib, inshaalloh mana shu joyda o'sha narsani qilish kerak. Buni aytyapman. Xudo xolasa mudarrislar berishga tayyormiz. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. O'sha Misrni sharoitini shu yerda qilsa bo'ladi. Iordaniyani sharoitini qilsa bo'ladi. O'zbekistonning sharoitini inshaalloh shu yerda qilib, ertaga o'tganimizdan keyin orqamizdan duo qiladigan farzandni shu yerda tarbiyalasa bo'lar ekan. Xuddi shuni Chikagoda ko'rdim. Shu yerda qori bo'ldi deyapti farzandlarim. Qizlarim qori bo'ldi deyapti. O'g'illar kelib gaplashdi. Sinab ko'rdim. Kimdir desam, o'sha islom maktabiga boradi. Pokistonlik ustozlari deb. Yani u ham topish tutish ko'p emas, lekin eng yaxshi investitsiya farzandga qilinganda. Yana bir joyda ko'rsam, dedi, to'rtta bolamga dedi $2000 qimmatli qiladi. Shuning uchun public deydimi, public schoollarga berdim deyapti, lekin uyiga Toshkentdan Samarqandda qasr quryapti. 3 qavatlik, 20 ta xonasi bor. Nima keragi bor deysiz? Amerika sharoitini ham ko'rdik, nihoyatda ixchamda mana. 3 xonalik, 4 xonali eng zo'rlari mana bu nimalarga borib keldik. Bunaqa xonasi ko'p emas ekan-da, to'g'ri, birinchi etajda hozir xonasi bo'lar ekan, tepada yotoq. Bizda mana Xorazm bo'ladimi, Toshkent bo'ladimi, Samarqand, hamma joyda o'sha uylar qurib yotibdi, endi o'zgarish. Shuning uchun bunaqa emas, o'sha pullarni iloji boricha shu yerda investitsiya qilib, shu yerda sharoit qilib, mana bir chiroyli bir masjid, jamiyatni kengaytirib, o'sha O'zbekistondan yaxshi mudarrislarni Amerikadan olib kelib farzand tarbiya qilish kerak. Ayollarga ham pand nasihat qiladigan yaxshi ustozlar topish kerak. Shuning uchun baribir nima qilish kerak? Birlashish kerak-da. Endi mana Dog'iston degan davlat bor-da, endi bir Rossiyaning ichidagi 100 dan ortiq tilda gaplashishadi-da, lekin Dog'iston deganda birlashishadi-da. Bizda to'g'risi shtatlarda yuriblar, ajralib qolganda, Samarqand alohida bo'lib qolgan, Toshkent alohida, Vodiy alohida, O'sh o'zbeklar alohida joylarni ham ko'rdik. Yo'q, mana katta-kattalar birlashib, yo'q, O'zbekiston 14 ta hududimiz bor respublika. Birlashib, mana shunaqa holat bo'lsa, davlat ham yordam berishga tayyor. Masalan, biz musulmonlar idorasi muftiy hazratlariga aytamiz, ular ham ko'maklashishga tayyor bo'ladi-da. Shuning uchun ahillik, inoqlik bo'lsa, inshaalloh bu narsa yana ham ziyoda bo'ladi. Bu narsa xohlasa. Shuning uchun birinchi qadam sifatida inshaalloh bizlar sekin birinchi 2 ta kitob olib kelganmiz, muftiy hazratlari kitoblari. Kelajagida bir kutubxona tashkil qilishi. Alhamdulillah. O'sha narsani boshlanish sifatida boshlatildi. Endi hali ko'p mana muftiy hazrat, hozirgi muftiyimiz Shayx Nuriddin Xoliq Nazarov mana yoshlarga nasihatim degan kitobi. Bo'lsa Rabboniy nidolar. Endi ko'p kitoblar, endi ochig'i ancha-muncha kitoblarni olib keldik. Shtatlarda yuribmiz 10 ta joyda. Endi tarqatib boshqa qildik. Endi inshaalloh ertaga mana Tohirjon orqali yoki Abdulhamid aka, mana Alisher aka orqali bog'lanib tursak, shu Los-Anjelesga kelayotgan odamlardan xudo xolasa kitoblar, boshqa bir adabiyotlar bilan ta'minlab turishga inshaalloh harakat qilamiz. Audio masalan kitoblar bor. Haligi haydovchi bo'lib yuradiganlar ham eshitib, traktor yuradimi, taksida yuradimi, o'zi shaxsiy avtomobilda yuradimi, shunaqa yaxshi ma'ruzalar yoki kitoblarning o'z audiolari bor-da. Inshaalloh shunaqalarni inshaalloh yuborishga va'da beramiz desak bo'laveradi, chunki o'zimizni imkoniyatimiz, vakolatimiz doirasidagi
narsalarda inshaalloh. Nima fikrlar bo'lishar ekan? Nima yana suhbatimiz davom etadi. Yana yo'lda iftorlikda mana Abdulhamid domla yana boshqa. Bizda bitta katta muammo farzandlarimiz o'zbekchani bilishmaydi. Kechagina ham farzandlarimni ham kitob o'qisam, uch qator o'qidim, nima dedingiz dedi. Har bitta so'zni tarjima qilib bering dedi. Shu bolalarga moslashib kitoblar qilsa bo'ladimi? O'sha narsani yaxshi aytdingiz. Nimada Sensenaytda o'zimiz vatandoshlar Al-Qur'on degan o'quv markazi ochib, maktab ochibdi. 3 yoshdan 3-sinfgacha bor ekan xolos. Endi hozircha. Qarasam o'zimizni qora ko'zlar, o'zimizni bolachalar. O'shalar ham iltimos qilishdi. Iloji bo'licha o'zbek masalan birinchidan diniy adabiyotlarda o'zimiz O'zbekistonda Shayx hazratlarini, muftiy hazratlarini, Shayx Muhammad Solmonov kitoblarini, bolalar boblarini ingliz tiliga qilib berish, moslashtirish, yana boshqa masalalarda ham yordam beringlar degan takliflar aytdi. Albatta bu taklifni beramiz. Endi siz ham bilan gaplashamiz. Qanaqa shakldaligini aytsangiz, endi bu topshiriq faqat musulmonlar idorasiga tushmaganda, prezidentdan hamma maslahatchilarga, elchixonalarga keyin topshiriq. Masalan, o'zbek tili muammosi bo'lyapti desak, albatta bu narsani o'rganib chiqiladi. Qanaqadir xorijdagi vatandoshlarning farzandlari uchun alohida darslik qo'llanmalar qilinishi mumkin. Endi davlat ko'zcha emas, hozir ancha oyoqqa turdi, ancha imkoniyati bor, moliyaviy imkoniyatlari, xalqaro aloqalari zo'r. Baraka topsin, katta tadbirkorlar chiqyapti, saxovatli odamlar. Mana shu masalalarda ham nima deydi, hamkorlik qilishimiz mumkin. Endi aşağıdaki çıkamadan belgeli kuramızı forlayacağız ya. Başka milletler vakilleri yapışıyor mu? Bismillah, alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Alloh taolo mana shu Ramazon oyini hammamizga muborak qilsin. Kelayotgan hayit bayramlari hammamizga muborak bo'lsin. Mana shu Ramazon oyidan onadan tug'ilgan chaqaloq kabi begunoh bo'lib, gunohlarimizdan forig' bo'lib chiqib inshaalloh hammamizga nasib etsin. Bilib bilmay qilgan gunohlarimizni Alloh mag'firat aylasin. Ramazonda qilgan duolarimizni Alloh o'zi mustajob aylasin. O'tib ketgan ota-onalarimizni Alloh o'zing rahmat, mag'firat qilgin. Farzandlarimizga rushd, hidoyat bergin. Farzandlarimizdan buyuk olimlar, orqamizdan duo qiladigan solih farzandlar chiqishini hammamizga nasib aylasin. Alloh taolo hammalarga Alloh taolo haloldan topib halolga sarflash, Allohni rozi qiladigan, rozi bo'ladigan bandalarni bo'lishni nasib aylasin. Ikki dunyoda aziz mukarram qilsin. Yurtimiz bundan-da tinch, xalqimiz bundan-da farovon bo'lsin. Ya'ni vatanga tez borib didor ko'rish hammamizga nasib aylasin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqi Muhammad va alihi va ashabihi ajmain. Qayerda bo'lsangiz salomat bo'linglar. Xudo xolasa bu uchrashuv